Ko'pchilik Haval avtomobilini tashqi ko'rinish uchun xarid qiladi, lekin Haval avtomobilda ko'zga ko'rinmaydigan, lekin har kun sizga asqotadigan 10 ta xususiyatlari bor. Bugun sizlarga Guliston Haval avtosalonida Haval avtomobilini obzor qilib beraman. Bilan mumkin bo'yim 180. Assalomu alaykum hammaga. Bu Guliston Tuning kanali. Bugun biz Haval Guliston Dillilik markaziga tashrif buyurganmiz. Bugun sizlarga Haval avtomobillarini tashqi dizayn hamda ichki salon qulayliklari haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, videoni oxirida kimga qaysi mashina mos kelishini aniq aytib o'taman. Birinchi bo'lib tashqi dizayndan boshlaymiz. Oldi optikaga qarang. Bu yerda zamonaviy LED texnologiyasi ishlatilgan. Yoritishi nafaqat chiroyli, balki kechasi juda aniq ko'rsatadi. Oldi panjaradagi dizayn Havalga mos. Premium ko'rinish beradigan elementlar bor. Ayniqsa logotip joylashuvi yaxshi o'ylangan. Diskalarimizga e'tibor bering. Bizda razmeri R18. Ushbu balonimiz mashinani to'liq hajmiga juda ham mos kelgan. Yon chiziqlar avtomobilimizda vizual tarzda keng qilib ko'rsatadi. Orqa faralarimiz noodatiy shaklda ishlangan. Avtomobilimizda spoilerlar mavjud. Spoiler hamda dugalari Black Piano bo'lgan. Orqa bamferiga ham alohida e'tibor berilgan. Yo'lda yurganinglarda hech bir insonni nazaridan chetda qolmaysizlar. Haval avtomobillarini yana bir ustunlik tarafi, avtomobillarimiz baland qilib ishlangan. Qishloq va shahar sharoitlarida tekis va notekis yo'llarda o'zini juda ham yaxshi tutib beradi. Endi eng qiziq joyi, Haval haqiqatan ham premium hissiyot berishga harakat qilgan. Oldimizda raqamli pribor panel hamda katta multimedia ekran. Ma'lumotlar o'qilishi aniq, menyular tushunarli. Apple CarPlay yoki Android Auto komplektatsiyasiga qarab mavjud bo'lishi mumkin. Iqlim boshqaruvi qulay joylashtirilgan, ko'r-ko'rona emas, real tugmalar bor. Bu haydashda juda ham qulay. Rul ergonomik, qo'lga yaxshi o'tiradi. Ko'p funksiyalar mavjud, shu yerdan boshqariladi. Ko'zingizni yo'ldan uzmaysiz. Professional tuningchi sifatida shuni ayta olamanki, Haval avtomobilini xarid qilganingizdan so'ng tuningni butkul unutasiz. Sababi zavod tarafidan barcha tuninglari qilib qo'yilgan. Bularga head-up display, aquaprint, salonlarda RGB ledlar, bokovoyda slipoy zonasi, rullarda abagrev hamda cruise kontrollar bilan jihozlangan start-stoplari ham mavjud. Haval Gulistonga qo'ng'iroq qiling hamda test drive'ga yoziling. Materiallarga qarasak, yumshoq plastiklar, chiroyli tikuvlar. Bu mashina ichida o'zingizni arzon segmentda his qilmaysiz. Avtomobilimizda sidenasi juda ham chiroyli qilib tikilgan hamda svetlari ham salon qismiga mos bo'lib turibdi. Mashinamizda sidenasiga o'tirganingizda haqiqiy premium klassda his qilasiz. Avtomobilimiz juda ham katta panorama lyuk bilan jihozlangan. Panoramasi ham oxirigacha ochiladi hamda quyosh to'suvchi pardalar bilan jihozlangan. Orqa qatorga o'tirib ko'ramiz. Tizza uchun joy yetarli. Shift balandligi ham normal. Oilaviy foydalanish uchun juda qulay avtomobil. Orqa o'rindig'imizda spinkasida podlokotniki bor hamda podstakanlari ham mavjud. Yana bir narsani aytib o'tamiz. Orqa o'rindiqda ketadigan insonlar uchun USB portlari ham mavjud. Sizlarga bagaj qismini obzor qilib ko'rsataman. Bagaj qismimiz kundalik hayot uchun yetarli hajmga ega. Agarda orqa spinkani yotqizadigan bo'lsak, katta hajmdagi yuklarni ham yuklashingiz mumkin. Haval Gulistonga qo'ng'iroq qiling hamda test drive'ga yoziling. Rul juda ham yengil, lekin bo'sh emas. Hadovoylari ham notekis yo'llarda yurishda juda ham yumshoq, salonga shovqin bermaydi. Bu ham bitta plyus. Avtomobilimizda komplektatsiyasiga qarab 360 kamera hamda partroniklar bilan jihozlangan. Endilikda Haval H9 avtomobilini sizlarga qisqacha obzor qilib beraman. Mashinamiz ko'rishingiz mumkin, juda ham bahaybat. Oldi oblisovkalari ham katta qilib ishlangan hamda Haval yozuvlari ham o'rtasiga juda ham mos bo'lib turibdi. 140 gradus kamera.
sensorli datchiklar bor. Bu sensor datchiklar pastda qanaqadir temir yoki kichkina narsa chiqib qolgan bo'lsa, tablolarda o'zi ko'rsatadi. Faralarimiz ham juda ham noodatiy qilib ishlangan hamda LED texnologiyasi bo'yicha jihozlangan. Yon taraflariga keladigan bo'lsak, avtomobilimizda diskalari razmerimiz R19 hamda diska balonlarimiz mashinamizning gavdalariga hamda yurishlariga juda ham mos bo'lib turibdi. Mashinamizda aytib o'tganimizdek noodatiy qilib ishlangan bokoylari 540 gradus kamera. Bo'yim bilan sizlar ko'rishingiz mumkin. Bo'yim 180, mashinamiz juda ham baland bo'lgani hisobidan zavodskoy paroglari ham bor. Bu paroglarimiz bemalol 2-3 odamni ham bemalol ko'tara oladi. Hamda yon oynalarimiz полностью black piano qilingan. Bu ham mashinamizga juda ham chiroyli vid bergan. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa faralarimiz ham mashinamizda dizayniga mos qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, LED chiroqlari 3D effektga o'xshab yonib beradi. Ushbu avtomobilimizda qo'shimcha bagaj qutilari bor. Uxlab qo'ysanglar ham bo'ladi hamda 540 gradus kameralari. Mana shu joyda joylashgan. Haval yozuvlari ham juda ham chiroyli. Bu mashinamiz 4 ta balonlar ham tortadi. O'zbekiston hududida ovchi akalarimiz juda ham ko'p. Axotaga yoki piknikka, tog'li zonalarga chiqadigan insonlar uchun ushbu avtomobilimizni sizga tavsiya qilib qolaman. Tog'li zonalarda, balotalarda sizda bu mashina umuman yo'lda qoldirmaydi. Hamda ichiga keladigan bo'lsak, orqa bagajnigi ham juda ham keng, uzun qarmoqlar solib qo'yaman deydigan bo'lsangiz, orqa spinkamizda yotqizsangiz, har qanday katta hajmdagi yuklarni ham o'z ichiga oladi. Orqa chap tarafimizda subwooferimiz joylashgan hamda agar tog'li zonaga oilaviy piknikka chiqadigan bo'lsangiz, 220 voltlari ham bor, bemalol ovqat pishirib yoki oilaviy choy-poy qaynatib ichib ketishingiz mumkin. Mashinamiz juda ham bahaybat qilib ishlanishiga qaramasdan, salonda juda ham katta haydovchi uchun qulayliklar yaratib berilgan. Funksiyalari juda ham ko'p. Oddiy rulimizga keladigan bo'lsak, rulimizda cruise control, klimat control hamda aktivniy cruise kontrollari mavjud. Monitorimizda to'liq rulda boshqarib ketsanglar bo'ladi. Bu narsa yo'lga yurganingizda sizlarni umuman chalg'itmaydi. Monitorimizda ham dyumini ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta 360 kameralari aniq, tiniq ishlab beradi sizlarga. Avtomobilimizga o'tirganimda bittada ko'zimizga tashlangan richak qismi bo'ladi. Juda ham noodatiy qilib ishlangan. Agar qaysidir avtomobilda ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Men to'g'risi shu Haval H9 avtomobilda shunaqa noodatiylikni ko'rdim. Boshqa avtomobillarda ko'rmaganman. Avtomobilimizda bar qismini oldida besporodniy zaryadka hamda telefon qo'yish uchun joy. Sidenalari Abduf hamda abagrev sistemalari bilan jihozlangan. Avtomobilimizni ko'rishingiz mumkin. Uncha-muncha mashinada yo'q, massaj sistemalari ham bor. Uyimizga oddiy mana shunaqa massajli kreslo olaman desanglar, $5000 dan kamida boshlanadi. Bu avtomobilimizda endi o'zingizlar tushunishingiz mumkin qanchalik katta miqdorda navorot qilib qo'yilgan. Avtomobilimizda sideniyasi o'sha perforatsiyali qilib ishlangan. Bu narsa Abduf sistemalarini, sovutish sistemalarini ishlashiga yordam beradi. Monitorimizdan ushbu barcha sistemalarni boshqarsangiz bo'ladi. Mana yo'lovchini massajini yoqib qo'ysanglar bo'ladi, belini massaj qildirsanglar bo'ladi. Xullas, massaj sistemasi ham necha bosqichliligini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bu narsa haydovchi va passajirda ham mavjud. Avtomobilimizga chiqmoqchi bo'lsanglar, aytib o'tganimizdek bahaybat, lekin o'sha aytib o'tgan zinalarimiz juda ham mustahkam qilib ishlangan hamda katta yoshli onaxonlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu ushlagich tirsaklari ham komforti juda ham aqlli qilib ishlangan. Avtomobilimizga o'tiradigan bo'lsak, oldi tizzalarimiz, oldi sideniyaga umuman xalaqit bermaydi. O'zingizlar juda ham qulay his qilib ketasizlar. O'rta barimizda bemalol qo'l qo'yib 2 kishi suv ichib ketishinglar mumkin. Orqa barimizga keladigan bo'lsak, barimizda ham isitish sistemalari ham bor. Pastida 12 volt zaryadga qo'ysanglar ham bo'ladi. Haval H9, Haval Julian avtomobillarimizni qisqacha obzorini ko'rib o'tdinglar. Avtomobillarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, Haval Guliston avtosalonimizga tashrif buyuring hamda boshqa modellarni ham ko'rib, haydab test drive qilib, keyin xarid qilishingiz mumkin. Xulosa qilib aytsam, agar sizga zamonaviy dizayn,
qulay salon, texnologiya va oilaviy foydalanish muhim bo'lsa, Haval yaxshi variant. Kredit, leasing, muddatli to'lov variantlari mavjud. Guliston Haval avtosalonimizga qo'ng'iroq qiling hamda avtosalonimizga tashrif buyuring. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.